Bizda mana bunaqa ko'ylaklarimizdan bor, barbaroq. Allambalo degani shu bo'ladi. O'zi kaltagina mana. 70lar, 80lar atrofida mana. Ishtona bu. Ishtona bilan birga, ishtonsiz emas, ishtona bilan birga 105 ming. Optim narxi donaga suya qo'shiladi. 85 ming cho'ntagi bor. Agar yoqmasa bitta-bittaslar tey ham o'zida qolganda, cho'ntagi bitta bo'ladi. Xohlasan bitta-bittaslar ikkovi ham cho'ntaksiz bo'ladi. Cho'ntaksiz xohlaganlar uchun. Bitta telefon shuni cho'radi, telefonni ko'tarar ekan, haligini sinab ko'rdik. Narxi 85 ming. Optim narxi, u tepasida ham baravani ko'rsatib qo'yaylik. Mana ko'rasizlar holatlarni. Optim narxi shunaqa. Faqat donaga kelishiladi. Bularimiz ham bor, bularimiz ham 95 ming. Narxlari, rasvetkalari bir xil, rasvetkalar har xil, narxlari shu bo'ladi. Bu yerda ham bor, pastda ham bor rasvetkalari. Polni narxi bir xil yani. Ba'zi nima matolari har xil bo'ladi. Bambuk, ular hamma matoshiga kelib olgan. Matoni qidirib yurgan bo'lsangiz ham rasvet. Bu yerda 70 minglik ishlarimiz ham bor. Tugma emas bu, prosta fason. Qayerga qo'yishni bilmayman, shekilga qo'yib qo'yishibdi. Tepada ham bor. O'rayotgan bo'lsangiz rasvetkalar har xil bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Mana bu 150 minglik ishlarimiz bor. Eng qimmat. Prosta endi jicha mehr yog'ini berib qo'ygan uchun narxni olib taqib olganmiz. O'zi hammasidan farqi shu, zamogi zo'r. Zamog bunaqa zamog bilasizlar, jicha qimmatroq. Matosi jicha qimmatroq mana bunaqa. Ajoyib material. Shuning uchun bu jicha qimmat. Shuning uchun evazga buni taklif qilmaymiz. Buni olsalang juda chiroyli turadi odamning ustiga, bo'lmaydi bu. Bellari qisilib, ular narxiga yarasha. Bo'lmaydi, narxiga yarasha bo'lmagan narsa. Telegramga o'tib zakaz so'rasizlar, Telegramda описаниеga ham qo'yib qo'yamiz, kommentariyaga ham o'tkazib qo'yib qo'yamiz. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib qoldiringlar, bizda ko'ylaklar haqida. Bir tinga qimmat ko'ylak deysizlarmi, nima deysizlar? Narxiga yarasha deysizlarmi? Xullas, ko'ngilingizdan chiqarib yaxshi tilaklaringizni bildirib qolaverasizlar. YouTube'da bari algoritmda yaxshi, aqlli, xushli odamlar ko'p ekan. Shuning uchun yaxshi takliflarni ham kutamiz. Bozorlaring bersin degani ham bo'laveradi. Salomat bo'lasizlar.